Bu oddiy qilich emas, bu buyuk sarkarda Amir Temurning shaxsiy qilichi. U shahri Sabzda yasatilgan. Og'ir, baland va aynan u kishining buyurtmasi asosida. Rivoyatlarga ko'ra bu qilich faqat jangda ishlatilmagan. U kuch va iroda timsoli bo'lgan. Temur har safar jangga chiqqanda aynan shu qurolni tanlagan, chunki u o'ziga ishonardi. Bugungi kunda bu qilich tarixiy yodgorlik, ammo u hali ham bizga nimadir eslatadi. Chunki u faqat temirdan yasalgan emas. U orzu, rejalar va jasorat bilan to'liq. Bu qilich faqat Temurning qo'lida emas edi. U butun tarixning qo'lida edi. Siz nima deb o'ylaysiz? Qachon kuch so'zsiz gapiradi?